Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Qaysi ishlovchilarga qayta hisoblash qilindi? Kimlar bundan foyda ko'radi? Kimlar esa kutgandek qo'shimcha pul olmasligi mumkin? Bu mavzu bevosita ish haqi, pensiya, nafaqa, kompensatsiya, soliqlar va ish stajiga ta'sir qiladi. Shuning uchun bu ma'lumot faqat buxgalterlar yoki kadrlar bo'limi uchun emas, har bir ishlayotgan odam uchun muhim. Agar siz hozir ishlayotgan bo'lsangiz, yaqiningiz ish joyida rasmiy ishlayotgan bo'lsa yoki pensioner bo'lib ishlashda davom etayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha yoki bitta yetishmayotgan hujjat sabab sizga tegishli summa qayta hisoblanmay qolishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu kabi murakkab masalalarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Avvalo qayta hisoblash deganda nimani tushunish kerakligini aniq qilib olaylik. Qayta hisoblash bu oldin hisoblangan pul miqdorini yangi shartlar, yangi ma'lumotlar yoki aniqlangan xatolar asosida qaytadan ko'rib chiqish degani. Bu ish haqi bo'lishi mumkin, pensiya bo'lishi mumkin, vaqtincha mehnatga layoqatsizlik puli, ta'til puli, ustama, qo'shimcha to'lov yoki ijtimoiy to'lov bo'lishi mumkin. Avvallar ko'p holatlarda odamlar bunday qayta hisoblash bo'lishini bilmas edi. Masalan, xodimning lavozim maoshi oshirilgan. Lekin bu o'zgarish bir necha oy oldingi sanadan kuchga kirgan. Yoki tashkilotda shtatlar jadvali yangilangan, tarif stavkasi ko'tarilgan, lekin buxgalteriya hali eski maosh bo'yicha hisoblab kelgan. Yoki xodim pensiyaga chiqqan. Lekin keyin ishlashda davom etgan. Ma'lum davr o'tgach uning pensiyasini qayta ko'rib chiqish huquqi paydo bo'lgan. Mana shunday vaziyatlarda qayta hisoblash masalasi tug'iladi. Endi o'zgarish nimada? Hozirgi amaliyotda ma'lumotlar ko'proq elektron tizimlar orqali tekshirilmoqda. Ish haqi bo'yicha ma'lumotlar, soliq hisobotlari, mehnat shartnomasi, staj, pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan ma'lumotlar, xodimning rasmiy bandligi. Shu sabab oldin ko'rinmay qolgan ayrim davrlar yoki noto'g'ri kiritilgan summalar aniqlanishi mumkin. Lekin bu yerda juda muhim shart bor. Qayta hisoblash hammaga avtomatik tarzda bir xil qilinmaydi. U ma'lum mezonlarga mos kelgan xodimlarga, ya'ni zarur shartlar bajarilgan bo'lsa, qo'llanadi. Men ko'p murojaatlarda bitta savolni eshitaman. Men ham ishlayapman. Demak, menga ham qayta hisoblash qilinadimi? Javob shunday. Faqat ishlayotganingizning o'zi yetarli emas. Qayta hisoblash uchun asos bo'lishi kerak. Asos degani hujjat, qonuniy o'zgarish, ish haqi bo'yicha yangilangan ma'lumot, stajning tasdiqlanishi, to'lovning noto'g'ri hisoblangani yoki avval hisobga olinmagan davrning topilishi bo'lishi mumkin. Asosiy qism bir kimlar bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim esa xavotir olmasa bo'ladi. Birinchi toifa. Rasmiy ishlayotgan va ish haqi oshirilgan xodimlar. Agar sizning tashkilotingizda maosh oshirilgan bo'lsa, lekin oshirish buyruqdagi sana bo'yicha oldingi oydan yoki oldingi chorakdan kuchga kirgan bo'lsa, sizga farq summasi qayta hisoblanishi kerak bo'lishi mumkin. Masalan, xodimning oylik maoshi 30 ming so'm edi. 20 martdan boshlab maosh 36 ming so'm qilib belgilandi. Lekin buyruq 20 aprelda chiqdi. Mart oyi uchun xodimga 30 ming so'm to'langan. Demak, mart oyi bo'yicha 600 ming so'm farq bor. Agar aprel oyining bir qismi ham eski stavka bo'yicha hisoblangan bo'lsa, aprel uchun ham farq chiqadi. Buxgalteriya bu farqni keyingi ish haqi bilan birga qayta hisoblab to'lashi kerak. Ikkinchi toifa ta'til puli, kasallik varaqasi yoki xizmat safari to'lovi o'rtacha ish haqi asosida hisoblangan xodimlar. Bu juda nozik masala. Chunki o'rtacha ish haqi hisoblanganda oldingi oylar daromadi inobatga olinadi. Agar keyinchalik o'sha oldingi oylar bo'yicha maosh qayta hisoblangan bo'lsa, demak o'rtacha ish haqi ham o'zgarishi mumkin. Misol keltiraman. Xodim iyun oyida mehnat ta'tiliga chiqdi. Uning ta'til puli yanvar-may oylari daromadidan kelib chiqib hisoblandi. Keyin iyul oyida ma'lum bo'ldiki, mart va aprel oylari uchun ustamni to'g'ri hisoblangan. Har oy 400 ming so'mdan kam to'langan. Endi mart va aprel daromadi oshadi. Bu esa iyun oyidagi ta'til puliga ham ta'sir qilishi mumkin. Natijada ta'til puli qayta hisoblanadi va xodimga farq to'lanadi. Uchinchi toifa lavozimi, razryadi, tarif stavkasi yoki malaka toifasi o'zgargan xodimlar. Ayrim sohalarda, masalan, ta'lim, tibbiyot, ishlab chiqarish, transport, kommunal xizmatlar malaka toifasi yoki tarif razryadi maoshga juda katta ta'sir qiladi. Agar xodimga yuqori toifa berilgan bo'lsa, lekin bu toifa kech kiritilgan bo'lsa, qayta hisoblash yuzaga keladi.
Masalan, o'qituvchiga yil sentabrdan yuqori malaka toifasi berilgan, ammo hujjat dekabrda rasmiylashtirilgan. Agar hujjatda toifa yil sentabrdan amal qilish ko'rsatilgan bo'lsa, sentabr, oktabr, noyabr va dekabr oylaridagi farq hisoblanishi kerak. Lekin agar hujjatda qaror qabul qilingan kundan deb yozilgan bo'lsa, unda avvalgi oylar uchun farq berilmasligi mumkin. Mana shuning uchun hujjatdagi sana juda muhim. 4-toifa ishlovchi pensionerlar. Bu ko'pchilikni qiziqtiradigan masala. Pensioner pensiyaga chiqqanidan keyin ishlashda davom etsa, uning ish staji va daromadlari ma'lum tartibda pensiya qayta hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu yerda ham men ishladim, demak har oy pensiyam oshadi degan fikr noto'g'ri. Odatda qayta hisoblash uchun belgilangan muddat, talab qilinadigan staj, pensiya jamg'armasi tizimidagi ma'lumotlar va ariza yoki elektron ma'lumotlarning to'g'riligi muhim bo'ladi. Masalan, fuqaro 2021 yilda pensiyaga chiqqan, lekin 2021 yildan 2024 yilgacha rasmiy ishlagan. Uning ish beruvchisi har oy daromad va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha hisobot topshirib borgan. Agar qonunchilikdagi shartlarga ko'ra ushbu davr pensiya qayta hisobida inobatga olinadigan bo'lsa, fuqaro pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiyasini qayta ko'rib chiqishni so'rashi mumkin. Lekin agar ish norasmiy bo'lgan bo'lsa, konvertda maoshli bo'lgan bo'lsa, soliq hisobotida daromad ko'rinmasa, qayta hisoblash uchun asos yetishmasligi mumkin. 5-toifa. Mehnat daftarchasida yoki elektron mehnat tarixida xatolik bo'lgan xodimlar. Bugun ko'p odamlar shuni bilmaydi. Ish staji faqat men ishlagaman degan gap bilan emas, hujjat bilan tasdiqlanadi. Agar sizning elektron mehnat daftarchangizda ishga kirgan sana noto'g'ri bo'lsa, ishdan bo'shagan sana kiritilmagan bo'lsa, lavozim noto'g'ri yozilgan bo'lsa, bu keyinchalik qayta hisoblashga ta'sir qiladi. Masalan, odam 10 yil ishlagan, lekin tizimda 7 yil ko'rinmoqda. 3 yil uchun buyruqlar bazaga kiritilmagan. Bu holatda pensiya yoki boshqa to'lovlar kamroq chiqishi mumkin. Keyin hujjatlar topilib, 3 yil staj tasdiqlansa, qayta hisoblash masalasi paydo bo'ladi. 6-toifa ustama va qo'shimcha to'lovlari noto'g'ri hisoblangan xodimlar. Ko'p tashkilotlarda tungi ish, bayram kuni ishlash, dam olish kuni ishlash, zararli mehnat sharoiti, qo'shimcha vazifa bajarish, vaqtincha boshqa xodim o'rnini bosish, sinf rahbarligi, moddiy javobgarlik, murabbiylik kabi qo'shimcha to'lovlar bo'ladi. Agar bu to'lovlar berilmagan yoki noto'g'ri foizda berilgan bo'lsa, xodim qayta hisoblash talab qilish huquqiga ega. Masalan, xodim dam olish kuni 8 soat ishlagan, lekin unga oddiy kun kabi to'langan. Amalda esa dam olish kuni ishlash alohida tartibda to'lanishi yoki boshqa dam olish kuni bilan qoplanishi kerak bo'lishi mumkin. Agar xodim jadval, buyruq va tabel orqali buni isbotlasa, farq summasi qayta hisoblanadi. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda maoshi oxirgi oylarda o'zgargan, lekin farq olmaganlar. Ikkinchidan, pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlaganlar. Uchinchidan, ta'til puli yoki kasallik puli olgandan keyin oldingi oylar maoshi o'zgarganlar. To'rtinchidan, mehnat staji bo'yicha hujjatlari tafovut borlar. Beshinchidan, qo'shimcha ish bajargan, lekin bu uchun alohida haq olmaganlar. Kimlar xavotir olmasa bo'ladi? Agar sizning maoshingiz o'zgarmagan bo'lsa, barcha to'lovlar to'g'ri kelsa, elektron mehnat tarixingiz to'liq bo'lsa, pensiya yoki nafaqangiz bo'yicha yangi hujjat qo'shilmagan bo'lsa, ish beruvchi hisobotlarni to'g'ri topshirgan bo'lsa, alohida qayta hisoblash uchun sabab bo'lmasligi mumkin. Lekin xavotir olmasa bo'ladi degani tekshirmaslik kerak degani emas. Men har bir odamga kamida yiliga bir marta o'z ish staji, daromadi va rasmiy bandlik ma'lumotlarini tekshirib ko'rishni tavsiya qilaman. Endi eng muhim joyga keldik. Qayta hisoblashda ko'p odamlar aynan nozik jihatlarni bilmagani uchun pulini ololmaydi yoki ortiqcha kutadi. Birinchi nozik jihat. Qayta hisoblash har doim ham katta summa degani emas. Ba'zan odamlar menga qayta hisob qilinadi degan gapni eshitib, bir necha million so'm kutadi. Aslida farq 20 ming so'm, 300 ming so'm yoki 700 ming so'm bo'lishi ham mumkin. Hammasi qaysi davr qayta hisoblanayotganiga, maosh farqi qancha ekaniga, soliq ushlanmalariga, ishlangan kunlar soniga va to'lov turiga bog'liq. Masalan, maosh 200 ming so'mga oshgan bo'lsa, lekin o'sha oy xodim 10 kun ta'tilda bo'lgan bo'lsa, farq to'liq 200 ming so'm bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, brutto va netto summani adashtirmaslik kerak. Ish beruvchi sizga 1 million so'm farq hisoblandi desa, xodim qo'lga aynan 1 million so'm olaman deb o'ylaydi.
Lekin ish haqi bo'yicha soliqlar va majburiy ushlanmalar bo'lsa, qo'lga tegadigan summa kamroq chiqishi mumkin. Shuning uchun hisob-kitob varaqasini so'rash kerak. Unda hisoblangan summa, ushlangan soliq, qo'lga beriladigan summa alohida ko'rsatiladi. Uchinchi nozik jihat, norasmiy daromad qayta hisobda odatda yordam bermaydi. Ko'p odamlar men aslida 5 million olardim, lekin rasmiy 2 million ko'rsatilgan deydi. Afsuski, qayta hisoblashda ko'pincha rasmiy hujjatdagi summa asos bo'ladi. Agar siz konvert olgan pulingizni isbotlay olmasangiz, u pensiya hisobida ham, ta'til puli hisobida ham, kasallik puli hisobida ham to'liq inobatga olinmasligi mumkin. Bu norasmiy ishlashning eng katta zarari. Bugun ko'proq pul olgandek bo'lasiz, lekin ertaga staj, pensiya va ijtimoiy kafolatlarda yutqazasiz. To'rtinchi nozik jihat, muddatlar bor. Har qanday talabni cheksiz vaqt o'tkazib berish oson emas. Mehnat munosabatlarida, ish haqi bo'yicha da'volarda pensiya qayta hisobida ma'lum tartib va muddatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, agar xatolikni ko'rsangiz, 1 yil kutmang, 5 yil kutmang. Avval og'zaki aniqlashtiring, keyin yozma murojaat qiling. Yozma murojaatning afzalligi shundaki, unda sana bo'ladi, ro'yxatdan o'tadi, javob talab qilinadi. 5-nozik jihat, qayta hisob faqat xodim foydasiga bo'lmasligi ham mumkin. Bu yoqimsiz, lekin real holat. Ba'zan buxgalteriya ortiqcha to'lab yuborgan bo'ladi. Masalan, xodimga ustama noto'g'ri qo'shilgan. Ta'til kuni noto'g'ri hisoblangan, ishga kelmagan kunlari uchun ham haq yozilgan. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, tashkilot ortiqcha to'langan summani qaytarish masalasini ko'tarishi mumkin. Lekin bunday holatda ham hamma narsa qonuniy tartibda bo'lishi kerak. Xodimdan pulni shunchaki og'zaki talab qilish, tushuntirishsiz ushlab qolish to'g'ri emas. Hisob-kitob asoslari buyruq, xodimning roziligi yoki qonunda nazarda tutilgan tartib bo'lishi kerak. 6-nozik jihat, bir tashkilotdagi xatolik butun keyingi hisob-kitoblarga zanjir bo'lib ta'sir qiladi. Masalan, xodimning yanvar oyidagi maoshi noto'g'ri hisoblangan. Bu fevraldagi o'rtacha ish haqiga, martdagi ta'til puliga, aprel oyidagi kompensatsiyaga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun qayta hisoblash faqat bitta oyga tegishli bo'lib qolmasligi mumkin. Yaxshi buxgalteriya buni ko'rib, barcha bog'liq to'lovlarni tekshiradi. Lekin amalda ba'zida faqat xodim talab qilgan oy hisoblanadi. Qolgan davrlar qolib ketadi. Shuning uchun murojaatda ushbu o'zgarish ta'sir qilgan barcha davrlar bo'yicha qayta hisob-kitob qilishingizni so'rayman deb yozish foydali. 7-nozik jihat. Ishlovchi pensionerlar uchun ish staji va daromad rasmiy tasdiqlanishi shart. Pensiya qayta hisobida falon korxonada ishlaganman degan gap emas. Ish beruvchining hisobotlari, mehnat shartnomasi, buyruqlar, arxiv ma'lumotlari, soliq tizimidagi daromadlar muhim. Agar korxona yopilib ketgan bo'lsa, arxivga murojaat qilish ketgan bo'lsa, agar hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, jarayon qiyinlashadi. Shuning uchun men pensionerlarga alohida maslahat beraman. Ishga kirganingizda mehnat shartnomangiz nusxasini oling, buyruqdan ko'chirma so'rang, oylik hisob-kitob varaqalarini saqlab boring. 8-nozik jihat, bir martalik mukofotlar har doim ham qayta hisobga bir xil ta'sir qilmaydi. Masalan, bayram mukofoti, yil yakuni mukofoti, moddiy yordam, kompensatsiya, yo'l puli, ovqat puli kabi to'lovlar turlicha hisoblanadi. Ularning ayrimlari o'rtacha ish haqiga kirishi mumkin, ayrimlari kirmasligi mumkin. Shuning uchun menga mukofot berishdi. Demak, ta'til pulim ham oshishi kerak degan xulosa har doim ham to'g'ri emas. Bu to'lovning huquqiy tabiati ichki nizom, buyruq va amaldagi tartibga bog'liq. 9-nozik jihat. Shtatdan tashqari fuqarolik huquqiy shartnoma asosida ishlaganlar bilan mehnat shartnomasi asosida ishlaganlar bir xil emas. Agar siz mehnat shartnomasi bilan xodim bo'lsangiz, sizda ta'til, kasallik varaqasi, ish vaqti, staj bo'yicha bir tartib bo'ladi. Agar siz xizmat ko'rsatish shartnomasi yoki pudrat shartnomasi bilan ishlagan bo'lsangiz, u yerda boshqa tartib bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar men shu korxonada ishladim deydi. Lekin hujjatda u xodim emas, xizmat ko'rsatuvchi sifatida rasmiylashtirilgan bo'ladi. Bu qayta hisoblash imkoniyatiga katta ta'sir qiladi. Endi amaliy qadamlarni aytaman. Men buni oddiy tartibda tushuntiraman. Siz daftar qilib yozib olsangiz ham bo'ladi. Birinchi qadam, o'zingizga tegishli to'lov turini aniqlang. Siz ish haqi farqi haqida gapiryapsizmi? Ta'til puli haqidami, kasallik varaqasi haqidami, pensiya qayta hisobimi? Ustama yoki staj masalasimi? Har birining hujjati va tartibi boshqacha. Muammoni aniq nomlamasangiz, sizga aniq javob berish qiyin bo'ladi. Ikkinchi qadam, hisob-kitob varaqalarini yig'ing.
Har oy ish haqi bo'yicha hisob-kitob varaqasini so'rashga haqqingiz bor. Unda lavozim maoshi, ustama, mukofot, soliq, ushlanmalar qo'lga berilgan summa ko'rsatiladi. Agar sizga varaqa berilmasa, buxgalteriyadan yozma yoki elektron shaklda so'rang. Telefon orqali aytib bering deyish yetarli emas. Chunki keyin isbotlash qiyin bo'ladi. 3-qadam buyruqlarni tekshiring. Maosh oshgan bo'lsa, buyruq sanasi va kuchga kirish sanasini ko'ring. Toifa berilgan bo'lsa, toifa qaysi sanadan amal qilishi yozilganini ko'ring. Ustama belgilangan bo'lsa, ustama foizi va muddati ko'rsatilganini tekshiring. Xizmat safari, dam olish kuni ishga chaqirish, boshqa xodim o'rnini bosish bo'yicha buyruq bormi, yo'qmi, albatta aniqlang. 4-qadam, tabel va ish vaqti hisobini solishtiring. Agar siz dam olish kuni ishlagan bo'lsangiz, tungi smenada ishlagan bo'lsangiz, ortiqcha soat qilgan bo'lsangiz, bu tabelda ko'rinishi kerak. Agar tabelda oddiy 2 soat deb yozilgan bo'lsa, sizga qo'shimcha haq hisoblash qiyinlashadi. Shuning uchun ayniqsa smenali ishlaydiganlar tabelni doim tekshirib borishi kerak. 5-qadam, elektron mehnat tarixingizni tekshiring. Ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana lavozim, tashkilot nomi to'g'ri kiritilganmi? Shuni ko'ring. Agar xato bo'lsa, avval ish beruvchiga murojaat qiling. Agar eski tashkilot bo'lsa, arxiv, kadrlar bo'limi yoki tegishli idoradan ma'lumotnoma so'rash kerak bo'lishi mumkin. 6-qadam. Pensiya masalasida pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar siz pensioner bo'lib ishlagan bo'lsangiz yoki pensiya tayinlangandan keyin yangi staj, yangi daromad, yangi hujjat topilgan bo'lsa, hududiy pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Murojaatda pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb umumiy yozib qo'ya qolmang. Aniq yozing, qaysi davr ishlagansiz, qaysi tashkilotda ishlagansiz, qaysi hujjatni ilova qilyapsiz, qaysi sabab bilan qayta hisob so'rayapsiz. 7-qadam, yozma ariza bering. Ish beruvchiga ariza yozganda taxminan shunday mazmunda yozish mumkin. Men falonchi falon lavozimda ishlayman. Falon sanadan boshlab maoshim yoki ustamam o'zgargan, lekin falon oylar bo'yicha farq to'lanmagan deb hisoblayman. Shu munosabat bilan ushbu davrlar bo'yicha ish haqi, o'rtacha ish haqi asosida hisoblangan to'lovlar va tegishli ustamalarni qayta hisoblab, hisob-kitob varaqasi bilan taqdim etishingizni so'rayman. Eng muhimi arizangizni sana imzo, kontakt ma'lumot bo'lsin. 2 nusxada topshiring. Bittasi tashkilotda qoladi. Ikkinchisiga qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydirib oling. 8-qadam, og'zaki va'dalarga ishonib qolmang. Keyingi oy ko'ramiz, buxgalteriya band, hali dastur ishlamayapti. Sizga tegishli emas shekilli degan javoblar amalda ko'p uchraydi. Men hammasini yomon niyat deb aytmayman. Ba'zan haqiqatan texnik muammo bo'ladi. Lekin sizda yozma murojaat bo'lsa, masala nazoratda turadi. Javob bo'lmasa, yuqori tashkilotga, mehnat inspeksiyasiga yoki tegishli davlat organiga murojaat qilish osonlashadi. 9-qadam, hujjatlarni tartib bilan saqlang. Mehnat shartnomasi, qo'shimcha kelishuv, ishga qabul qilish buyrug'i, lavozim yo'riqnomasi, ustama berish buyrug'i, ta'til buyrug'i, kasallik varaqasi, hisob-kitob varaqalari, bank tushumlari, arizalar nusxasi, bularning hammasi kerak bo'lishi mumkin. Telefoningizda skaner qilib, alohida papkada saqlang. Chunki 1 yil o'tgach, men eslayman degan gap hujjatning o'rnini bosa olmaydi. 10-qadam, agar rad javobi olsangiz, sababini yozma oling. Sizga qayta hisob qilinmaydi deyishdi. Xolos, bu yetarli emas. Nima uchun qilinmaydi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi davr hisobga olinmaydi? Qaysi norma asosida rad qilinyapti? Yozma javob bo'lsa, siz keyingi qadamni to'g'ri tanlaysiz. Balki haqiqatdan ham shartlar bajarilmagandir. Balki esa ish beruvchi yoki idora xato qilayotgandir. Birinchi misol, Dilshod aka zavodda rasmiy ishlaydi. Yanvardan boshlab tarif stavkalari oshirilgan, lekin buxgalteriya yangi tarifni mart oyidan qo'llagan. Dilshod aka yanvar va fevral uchun farq so'radi. Tekshiruvda buyruq haqiqatan 1 yanvardan kuchga kirgani aniqlandi. Natijada 2 oy uchun tarif farqi, shu farqdan kelib chiqqan tungi ish haqi va ortiqcha soat to'lovi ham qayta hisoblandi. Bu yerda muhim narsa shuki, faqat asosiy maosh emas, unga bog'liq qo'shimcha to'lovlar ham tekshirildi. Ikkinchi misol, Malika opa pensioner, maktabda ishlashda davom etgan. U 3 yil rasmiy ishlagan, lekin pensiya qayta hisobini so'ramagan. Keyin ma'lumotlarni tekshirtirganda ish beruvchi hisobotlarni topshirgan, staj ko'rinib turgan. U pensiya jamg'armasiga murojaat qildi. Zarur hujjatlarni topshirdi va pensiyasi qayta ko'rib chiqildi. Bu misolda asosiy shart rasmiy ish va tizimdagi ma'lumotlar mavjudligi bo'ldi. 3-misol, Sardor konvertda maosh olgan.
rasmiy maoshi 1.500 ming so'm. Amalda 10 ming so'm olgan. Ta'tilga chiqqanda ta'til puli rasmiy maoshdan hisoblandi. U men ko'proq olardim deb e'tiroz bildirdi. Lekin hujjatda faqat 1.500 ming so'm ko'ringan. Bu yerda muammo ish boshlagan paytdagi norasmiy kelishuvdan kelib chiqqan. Shuning uchun men doim aytaman. Rasmiy maosh kelajakdagi kafolatlaringizning asosi. 4-misol Nodara opa kasallik varaqasi olgan. Keyin ma'lum bo'ldiki, undan oldingi 2 oyda unga sinf rahbarligi ustamasi kiritilmagan. U ariza berdi. Buxgalteriya ustamani qayta hisoblab berdi, lekin kasallik varaqasini qayta ko'rib chiqishni unutdi. Nodira opa 2-arizada ushbu ustama o'rtacha ish haqiga ta'sir qilgan davrlar bo'yicha ham qayta hisoblashni so'rayman deb yozdi. Shundan keyin qo'shimcha farq ham to'landi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, qayta hisobda zanjirli ta'sirini unutmaslik kerak. Xulosa shuki, qayta hisoblash hamma ishlovchilarga bir xil va avtomatik tarzda beriladigan pul emas. U aniq shartlarga bog'liq. Rasmiy ish, to'g'ri hujjat, to'g'ri sana. Maosh yoki stajdagi o'zgarish, oldingi hisob-kitobdagi xato yoki yangi tasdiqlangan ma'lumot bo'lishi kerak. Kimning maoshi kechikib oshirilgan bo'lsa, kimning ustamasi noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, kim ta'til yoki kasallik puli olgandan keyin oldingi daromadi o'zgargan bo'lsa, kim pensioner bo'lib rasmiy ishlagan bo'lsa, kimning stajida xatolik bo'lsa, aynan shular qayta hisoblash masalasini albatta tekshirish kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun hisob-kitob varaqalaringizni, mehnat tarixingizni, maosh bo'yicha buyruqlarni va pensiya bilan bog'liq ma'lumotlaringizni tekshiring. Agar shubha bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma murojaat qiling. Hujjatlaringizni tartibga soling. Chunki sizning huquqingiz avvalo hujjat bilan himoya qilinadi. Agar sizdan qayta hisoblash bo'yicha holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Sizga qayta hisob qilindimi? Qaysi to'lov bo'yicha bo'ldi? Qanday muammoga duch keldingiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir odamning oyidagi daromadiga, boshqa odamning pensiyasiga, yana kimningdir yillar davomida yo'qolib ketgan stajiga bevosita ta'sir qilishi mumkin.